Ko'rib turganinglar Rakat machiti, shunda orqamizda Pyramid Tower, sezganinglardek biza Yakkasaroy tumanidamiz. Bugungi obyektimiz penthouse bo'lib, ushbu penthouseimizga biza o'z mahsulotlarimizni qo'yib berganmiz. Video davomida mahsulotlarimizga baho beramiz. Birinchi sanuzelimizga biz shunaqa ko'rinishdagi dush kabinani o'rnatib berganmiz. Ya'ni eshiklari ichkariga ham, tashqariga ham bemalol ochsanglar bo'ladi. Undan tashqari oynalari 8 mm lik kalyonli oyna, plus biza matli oyna qilib berganmiz. Mexanizmlari 304 markali nержавейка. Ikkinchi sanuzelimizga shunaqa primoy variantdagi dush kabinasini qo'yib berganmiz. Joyimiz enliligini hisobga olib, bu tomoniga bitta gulxoy qo'yib berganmiz. O'rtasida o'zining stoykalari bilan, qolgan tomonda polностью eshiklari bemalol ochilib yopiladi. Ikkita eshik ham рабочий. Oynalari tepada aytib o'tganimdek 8 mm lik kalyonli oyna, matviy, profillari esa 304 markali nержавейка. Keyingi sanuzelimizga ham shunaqa primoy variantdagi dush kabina qo'yib berganmiz. Yana bitta muhim jihati, bu sanuzelimizga ko'pchilik qiynaladigan muammolarga yechim qilib berganmiz. Ya'ni sanuzeldagi turbalarni osongina, chiroyligina berkitib qo'yganmiz. Agar sizlarga ham shunaqa premium mahsulotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.